Gavharxonim Rahimovamiz ham, san'atkorimiz ham mana shu botqoqlikdan olib chiqib kelgan. O'zi ham Marg'ilondan chiqqan. Mana shu konservatoriyaga olib kelib, Toshkentni ko'rsatib, Toshkentda katta shaharda yashashni o'rgatdi. 2 yil. Ana 2 yildan keyin men o'zim Gavharxonim Rahimova va o'sha uchilishini bitirib, kollejni bitirgandan keyin konservatoriyaga kelishimga sabab bo'lgan ayol. Aka-ukalarimdan olib chiqib ketgan meni. Chunki meni baribir turmushga chiqarib olardi u yerda. Bu O'zbekistonda 60 yilligiga bo'lgan. Mana. Yulduz Osmanova. 84 gод. Shu davr ichida o'zim ijrochiligimdan tashqari o'yinga tushganlarim, spektakllarda rol o'ynaganlarimdan tashqari men 25 ta ansambl tashkil qilganman. Bu Samarqand Zarafshon ansambli. Mana bu Zebo G'aniyeva nomidagi voyenniy ansambl. Bu ham frontchi brigadalar, mana bu ham voyenniylar. Mana bu. Hammasi frontga borgan shular. Mana bu Marg'ilon uchrashuvlar bo'lar edi. Kolxozlarga chiqishar edi, paxta terganishda aytar edi. Muzikada oktava degan gap bor. Buni ovozi birinchi oktavani bomidan ikkinchi oktavani ovujigacha shunday diapazoni bor.